Mani ismim Behruz. Chinozdanman, Chinoz tumanidan. Bu yerga kelishim shu ko'zim bo'yicha o'rtog'imning taklifi bo'yicha shu yerda kompaniyada ishlaydigan Salohiddin o'rtog'im taklif berdi. Menga tushuntirdi dorini. Nima bezida qilardi sizni? Ko'z. 2 yil avval shu keratit kasalligi bilan chalinib qoldim. Ko'z shamolladi. Anomal sovuqda rivojlanib ketib qoldi. Rivojlangandan keyin ko'z qorachig'ida dog' paydo bo'ldi. Keyinchalik uje qorachiq kengayib anaqa qilib qizarib ketadigan bo'ldi-da. Qanday salbiy ta'sirlar ko'rsatdi o'sha kasallik sizni organizmingizda? Birinchisi ko'z qichishib, yoshlanadigan bo'ldi. Keyin uje qon talash bo'ladigan bo'lib ketdi. Ko'z yoshlanib achdi bu. Shu bilan uje uxladim. Uxlaganimdan keyin ertalab turdim. Bir kunda o'zida shoh parda teshildi. Ko'zimdan zreni oqib ketdi. 80% oqib ketib qoldi. Keyin srochniy kasalxonaga bordim. Undan keyin borganimdan keyin uje ko'zim teshilib bo'lgan ekan, zreni oqib ketib bo'lgan ekan. Ma'lum bir uje ko'ra olmaydigan darajada bo'lib qoldim. Ko'zimni ocha olmay qolasiz. Keyin kasalxonaga bordim. Ko'rishdi, tekshirishdi. Boshida ko'zimni olib tashlashga kelishdi. Ya'ni ko'zi bo'lmaydi, uje ko'rmay qoladi, olib tashlamasak bo'lmaydi. Ikkinchi ko'zga ham o'tib ketadi deyshti. Ikkinchi ko'zga ham o'tib ketish xavfi bor dedi. Keyin yotdim 3 kun ukol qilishdi, ko'zdan ukol oldim. So'ngra operatsiyaga olib kirishdi. Birinchi kun ko'zni tikib qo'yishdi. Qovog'ini tikib qo'yishdi. Ertasiga qon kasallik anaqasiga borishdi, shifoxonasiga yuborishdi. Qonimni tekshirtirdim. Qonim toza chiqdi. Borsam, uje srochniy boshqa operatsiya, ya'ni boshqa operatsiya qilishga kelishdik deyshti. Boshqa operatsiyaga kirdim. Operatsiyaga kirganimdan keyin yotqizishdi. Ko'zimni operatsiya qilishni boshlashdi. Uje ichkaridan ko'zimni yamab, shilliq qandaydir shirin narsani yopishdi-da, ichkaridan 6 ta, tashqarisidan 5 ta tikishdi ko'zni. Keyin o'sha ko'zim bilan 5 oy tikib yurdim. Shunda ham aytishdiki, garantiya yo'q. Agar ko'z shoh pardasi yopilib ketmaydigan bo'lsa, yaradida yana tikib qo'yamiz deyshti. Keyin shu bilan ko'zim ochilishni boshladi, sekin-sekin o'sha iplarini olishdi, ko'zim ochildi. Keyin qon talash bo'lib qoldi. Undan keyin o'sha ikkinchi ko'zga o'tib bo'lgan ekan bu kasallik. Bu ko'z bitilib, yarasi bitib ketgandan keyin ikkinchi ko'zga o'tdi. Keyin o'sha ikkinchi ko'z ham qizarib ketishni boshladi. Nechinchi yil bo'lgan voqea bu? 2 yil bo'ldi. 2023. Qish oyida bo'ldi. 2 yil davomida shu kasalxona yurdim. Ya'ni davolanardim. Ya'ni ko'chada erkin yura olmasdim. Bolalarga, o'rtoqlarimga qo'shilish bo'lmasdi. Ko'z qizarib ketardi. Даже yozda kutdim. Sababi issiqda bezovta qilmas balki dedim. Yozda tuzalib olaman degandim. Yo'q. Yozda ham даже oylab kasalxonada yotardim. Demak, bu ob-havoga taalluqli emas. Yo'q. Qaytalanib qolaverar ekan. Salgina muzday suv yoki muzday shamol ham yoki ozginagina terlash ham, ko'z namlanishi orqali ham shu keratit anaqasi qo'yildi. Kasalligi nomi shunaqa ekan. Yo'q bo'lib ketmas ekan u. Ancha joyda yotdim, davolanardim. Har yotganimda 500-600 dollardan ketib, 2 yil ichida o'sha 8000 dollar kirib ketdi. 2 yil ichida operatsiya. Даже mashhur anaqa doktorlarga ham borib ko'rdim. Yozishdi, lechina qilishdi. Yelkamdan insulin oldim. Har 2 haftada bittadan yelkamdan insulin olishim kerak edi. Shuni 3 oy olasan dedi. 3 oy oldim. Unda ham ta'sir bo'lmadi. Даже kuchli insulinga ham ta'sir bo'lmadi. Ko'zimni dog' chiqqanda, ya'ni ko'zdagi oq dog' ko'zimni ochganda qadalardi. O'sha qadalganida bitta qadalish yo'qoldi xolos. O'sha insulinning bitta foydasi, bitta qadalish yo'qoldi xolos. Undan keyin umuman qizarib ketaverdi, boshqa bo'lardi. Keyin qish payti o'rtog'im shu keldi ko'rgani. Ko'rishaylik dedi, bitta dori bor dedi. Keyin hafsalam bo'lmadi. Keldim, gaplashdim, tushuntirdi. Ofisga borsang ko'proq ma'lumot berishadi dedim. Keldim, ashti konsultatsiya oldim. Olganimdan keyin ishonib ishonmasdan
2 yil ichida qilmagan doktor, ko'rmagan doktor qolmagandan keyin shuni ham qilib ko'raychi deb bir tavakkal qildim. Ichib ko'rdim. 2,5 oyda natija oldim. Qaysi mahsulotni qanday dozada, qay tartibda ichdingiz? Shu Forbichini, nima edi nomi? Magic Pack ichdim-da. 2,5 oy ichida Magic Pack dorisini ichdim. Uni boshida yarimtadan, keyin uje dozasi bitta butunga ko'paydi. 2 mahaldan tilla tagiga shimib, so'rdim va Quinzin qo'shildi keyinchalik. Quinzin qo'shildi. Shu tartibda sekin natija olib 3 mahalga o'tdim. Dozasi qo'shilardi, chunki menga dori ta'sir qilishi yaxshilandi. Nojo'ya ta'sir qilmadi. Shuning uchun dozasi qo'shilib 2,5 oyda natija oldim. Shu dorining o'zidan. Mana shu 2,5 oylik davomida ichish tartibini, ichish davomida qandaydir o'zgarishlar bo'lish, ketma-ketligini aytib bering, qanday nimalar ketdi 2,5 oy davomida sizda? 2,5 oyda asloviy kasalligim shu ko'z bo'ldi. Undan tashqari xotira yaxshilanishi, xotira ko'z yoshlanishi va uyqu yaxshilanishi bo'ldi. Va yana boshqa kasalliklar ozdirdi, lekin ves ko'proq 2 yil davomida kapelnitsa va boshqa dorilar semirtirib yuborganda sal bo'lsa ham vesni ozdirdi. Eng asloviy nima desam bo'ladi? Kasalligim ko'z bo'lgani uchun ko'zimni davoladi. Qishdan bemalol chiqib keldim. Ya'ni qanaqa holatga tushib qoldim, o'zim stressda o'rtalarimga qo'shila olmasdim. Ya'ni ko'zim qizarib ketardi. Даже shunaqa holat bo'ldiki, oppoq ko'z bo'ladi-yu, o'shalarga ko'rib havas qiladigan darajaga yetib kelgandim 2 yil ichida. Kasalxonada yotaverib, davolaverib, uje butun umr qolib ketadi deb aytishgan bu kasallikni. Даже ko'z tomchi yozib berishgan, butun umringning oxirigacha tomizib yurasan deb aytishgan shu dorini. 2,5 oy davomida bu mahsulotni necha pachkasini ichib tugatdingiz? Bitta pachkasini ichib tugatdim. Bir pachkada bir korobkami yo bir pachkami? Bitta korobkasini tugatdim. Bir korobkada 2,5 oylik natija. Tabriklayman.